Assalomu alaykum qadrli Oyna jahon muxlislari, e'tiboringizda Munavvar kun dasturi doirasida berilayotgan adolat izlab ko'rsatuvi. Bugun biz qariyalarga ko'rsatilayotgan hurmat, ehtirom va g'amxo'rliklar va ularning huquqlari haqida suhbatlashishni joiz deb topdik va studiyamizga O'sh shahar ijtimoiy taraqqiyot boshqarmasining keksalarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i Jazgul Sabirovani taklif etganmiz. Jazgul ayol, studiyamizga xush kelibsiz. Qariyalarga qarata chiqarilgan qonunlar bor, mezonlar bor. O'shalarning atqarilishi qanday bo'layotadi? Bu bizning tarmoqda aytsam, sotsialдык өнүгүү башкармалыгы боюнча бизде жанагы социалдык жөлөк пул, социалдык кызмат көрсөтүүдө боюнча атайын мыйзамдар каралганда, булардын бардыгы аткарылып атат. Атайын ушулардын негизинде иштейбиз. Биз мыйзамдын чегинде гана иштейбиз, мыйзамга каршы эч кандай иш кыла албайбыз, мыйзамдын сырткары да эч кандай иш кыла албайбыз да. O'sha qariyalar o'zlariga berilgan huquqlardan to'liq foydalanish olyaptimi? O'sha o'z huquqlaridan to'liq foydalana oladimi? Qandaycha? Bizde атайын маалыматтык борбор бар. Биздин башкармалыкта маалымат борбор бар. Ал жерде кайсыл эле бир карылар гана эмес, биздин социалдык колдоого муктаж бардык аз камсыз болгон үй бүлөбү, же балдар болобу, же ушул эле карылар болобу, же демсилик мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар болобу, ошолорго консультациялык иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Бизге кандай адам кайрылбасын, бардыгыбыз, бардык кызматкерлер өзүнүн багыттары боюнча социалдык жактан консультацияларды бере алышат да. Yaxshi. Biz studiyamizga qadrli muxlislar, Bo'rikerdik uy internatidan ham bir mehmon taklif etgandik. O'sha kishi hozir studiyamizga kirgunga qadar men sizga aytib qo'yay, bir boquvchisini yo'qotgan ayol va o'sha Bo'rikerdik uy internatida qariyalar uyida yashayotgan, boshpana topgan bir ayol haqida lavha tayyorlagandik. O'sha lavhani tomosha qilgunimizcha Bo'rikerlikdan kelgan ayol ham joyini egallasa. Marhamat. 86 yoshni qoralab qolgan Irina xola avtoremzavoddan 1985-yili nafaqaga chiqqan. Ikki farzand ko'rib, ikkalasini ham yoshlikdanoq yerga bergan onaxon hozir o'zi yolg'iz bir xonali uyda istiqomat qiladi. 5770 so'm pensiya beradi. Yaqinda qariyalar kuni bilan tabriklab mer 2000 so'm berdi. Buning uchun rahmat, chunki hayotimda birinchi marotaba bunday yordamni oldim. Ammo bu mablag' oziq-ovqat, dori-darmonga ham vaqti kelsa yetmay qoladi. Ijtimoiy xizmatchi ayol haftada bir kelib, uyimni tozalab, supurib, isidiradi. Pulini beraman. Bunga bozor uchar qilib keladi. Yakka yolg'iz hayot kechirayotgan Irina Alekseyevna qarilik sabab tez-tez kasal bo'lib qoladi. Shunda u yordamga muhtoj bo'lib, ojiz ekanligini his etadi. Shukrki, meni otaliq qolgan g'amxo'rlik ko'rsatib turadigan, har holda chiqimlarimni yarmini ko'tarib turadigan homiyim bor. Ba'zida u kelib doktorlarga ko'rsatadi, deydi keksa qariya. Qariyalar uchun tibbiyot xizmatlar bekor deyilgani bilan bu qonun bizda ishlamaydi. Yaqinda qo'llarimga allergiya toshib ketdi. Kasalxonaga bordik. Vrach yigit joy yo'q, ola olmayman deb rosa tixirlik qildi. Oxiri cho'ntagiga 1000 so'm kaflagan edik, palatadan joy berdi. Keyin bilsam, bo'sh joy bu joyda ko'p ekan. Ataylab joy yo'q deb aytishar ekan. Maqsadi pul ekan, ularni shunday qilib 13000 so'mga davolanib chiqdim. 13 Avval ushbu ikki qavatli uyda 50 boshi bo'lib, uy uchun yashovchilar boshini biriktirib ayrim ishlarni qilgan. Hozir 50 boshimiz yo'q degan Irina xola muammolar qalashib yotganligini ma'lum qildi. Uyimiz ta'mirtalab, tomdan chakka o'tadi. Ertaga yog'ingarchilik bo'lsa, nima qilamiz? Meni mana shu masala doim o'ylantirib keladi. Hojatxona masalasida juda qiylanaman. 8 kvartira. Bo'rikerdik nomli mehribon uydan 30 ga yaqin qariya boshpana topgan. Ularning kundalik oziq-ovqati uchun avval davlat 50-55 so'mdan to'lagan bo'lsa, joriy yilda bu son 100 so'mga yetkazilgan. Rahatxon Abjalova Qorasuvning tashrif kolxozdan bu yerga kelganiga 4 yil bo'ldi. Avval 3 yil Qorasuv qariyalar internatida yashagan. 2 marta turmush qurganini, farzandsiz bo'lgani sabab taqdiri kelishmaganini aytgan onaxon, onasi bilan yashab qiyinchilik ko'rmaganini aytadi. Onasi o'tgach esa yolg'izlikdan zerikkan ayol mehribonlik uyida yashashga majbur bo'lgan.
Hukumatga, davlatga katta rahmat. Bizni boqqan. Bizga o'xshaganlar boqqanlarga katta rahmat qilaman hukumatga. Hukumat ashi ömürleri uzun bo'lsin. O'g'il qizlarning o'zirini ko'rsin. Nera çevrelerining o'zirini ko'rsin, to'ylarini ko'rsin balam. Olgan yerlarimni qo'sharib qo'sha qarasin. Sizlarga o'xshagan bolalarni cho'ngaytib, ashi mehribon bo'lsin, avrli, imonli, aqlli, esli farzandlardan bo'lsin balam, farzandlari, o'g'il qizlari. Qadrli muxlislar, eslatib o'tamiz, siz Adolat izlab ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz va studiyamizga hozirgina qo'shilgan mehmon bilan tanishtirib o'tay. Bo'rikerdik uy internatining oilaviy shifokori Nasihat Qurmonbekova studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'ling. Bo'rikerdik qariyalar uyida ahvol qanaqa? Qariyalarda yashash sharoiti, ularga qanday g'amxo'rliklar ko'rinyapti? Shu haqida ham gapiramiz. Питание саябай жакшы. Кийим-кечесине деле обязательно ар сезонуна берилет. Ошонусуна карата кимге эмнеси керек болсо ошону салынат. Карыялар өздөрү деле өзүнүн инициативасын көтөрүп айтышат, мыналар нерселер керек эле. Же болбосо мынандай общество киргизсеңиз деп директор эже менен деле аябай жакшы. Директор эже деле өзү кирип периодически олар менен сүйлөшүп турат. Ba'zi bir holatlarda huquqlarim buzilyapti, menga bunaqa qarashing kerak, bunday qilishing kerak deb o'zi huquqlarini talab qilgan holatlar ham bo'lib qolgan. Ular o'zlarining huquqlarini talab qilgan uchurlarda bo'lganmi? Укуктар эч качан эч кайсы малда нарушаться этилбейт бизде, эмне дегенде. Бирок эми ар адамдын характери ар кыл. Ар адамга өзүнүн подходун кылып, характерин карап, настроениясын карап туруп мамиле кылганга аракет кылабыз. Yaxshi, rahmat. Bizning qonunlarimizda qariyalar uchun davolanish bekor deb aytilgan. Biroq Elina xola hozirda aytib o'tdi, lavhada men pul berib 2 marta lecheniya oldim, 13 ming so'm pul ketdi debdi. O'sha qonunda qariyalar bekarga davolanish kerak degan qonunni kimlar tekshiradi? Sizlar ham bir shu haqda bir izlanib ko'rganmisizlar? Бұл бойынша албетте биз кызыктар болушубуз керек. Эмне дегенде бизде каттуу турат, биз камкордукка алышыбыз керек. Бул боюнча негизи ФОМС деген эме бар, жанагы медициналык жактан текшерүү боюнча атайын эме уюм бар, ишкана бар. Ошолор текшерет, ошолорго арызданыш керек. Бул өзү биздин медициналык минималдык стандарт деген бар. Кимдер акысыз алыш керек, кимдерге канча өлчөмдө төлөнүш керек, кимдерге жеңилдик пайызда төлөнүш керек, ошонун баардыгы жазылган өзүчө. Бул жерде 75 жаштан ашкан кары жарандардын баардыгы акысыз түрдө эме дарылоого укуктуу да, дарыланууга. 70 жаштан ашкан, 70тен 75 жашка чейинкилерге, 70 жашка чейинкилерге өзүнүн жанагы көйлүгүн көргөзүп, пенсиялык эмеси бар да, көйлүгү бар да. Ошону көргөзгөндөн кийин жеңилдик бар. Бизде операция болгондо бесплатно кылынды. Мен өзүм алып барып жаткыздым, көздөрү менен жатышты, башка каселдар менен жатканда операциясы бесплатный болду. Только после операционной некоторые лекарстволор жок болуп калганда олорду алышты. Часть өздөрү алышты, часть Bo'rikerdiктин эже өзү алып берди. Ijtimoiy taraqqiyot boshqarmasi tomonidan o'sha boquvchisini yo'qotgan yoki o'zi yolg'iz yashaydigan qariyalar uchun ijtimoiy xizmatchilar ham yo'lga qo'yilgan ekanda, xizmatchilar xizmati. Bizni ijodkorlarimiz o'sha bir ijtimoiy xizmatchini bir kunlik ish tartibi bilan qiziqib o'shani lavha tortib berishgan ekan. O'shanda nima aytayaptiki, hatto qo'shnisi bilan urushib qolsa, sen chiqib urushib kel meni nomimdan deb ham jo'natadi ekanda. Keling hozir o'sha lavhani tomosha qilaylik. Aytib qo'yay, bu Intimaq arxividan olingan. Sohiba Saydaliyeva ijtimoiy xodim. Uning vazifasi qaramog'idagilarni kunlik oziq-ovqatlarini olish bilan boshlanadi. Hozirda ularning buyurtmasi bilan ro'yxatdagi mahsulotlarni olish uchun bozorga yo'l olgan chog'i. Sohiba opa bozorga ro'yxatdagi mahsulotlari ko'p bo'lgandagina tushadi. Qolgan payt savdo shoxobchalaridan sotib oladi. Xarajatlarini buyurtmachi ko'taradi. Qo'lidagi yuklari og'ir bo'lsa ham nolimaydi. Bir jumla 2 jol bozorga tusham. Kampirlarga shuntib mayda-chuyda olam, produktlar, ovosh, frukt olam. Alan men ko'nib qolgan. 'Kampirlarimga savob ish qilaman deb o'ylayman. Shuning uchun menga qiyin deb o'yladim.
Mahsulotlar olindi. Endi navbat dori-darmonlarga. Ularni ham to'g'ri kelgan dorilarni emas, oq xalat kiygan shifokor bergan retsepti asosida olish kerak. Shifokordan retsept olish vazifasi ham ijtimoiy xodimga yuklangan. Yana aprel 20ligidan beri. Beri. Xizmat ko'rsatayotganlarning buyurtmalarini olib bo'lgach, uni o'z manziliga yetkazgani afzal. Biroq xodimning yo'l kira haqqi qaralmagan. Bo'lgani yo'lovchilik guvohnomasi berilgan. Uni avtobus va trolleybusdagina qo'llana oladi. Bu transport vositalari qatnamagan yo'llarga ijtimoiy xodim o'z cho'ntagidan to'laydi. Заходи, моя хорошая. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Тетя Нина, как вы? Как здоровье? Ой, как вы? Bu Sohiba opa birinchi g'amxo'rlik qilgan 86 yoshdagi Nina Chupaxinaning uyi. Nina opa bu xodimning xizmatidan rozi. Ayniqsa, dardlashib o'tirish Nina opa uchun bayramday Она bo'ladi. приходит, мне что-то Men uchun Sohiba ijtimoiy xodim emas, yaqinim, qizimday ko'raman. U bilan siqilgan paytlarim sirlashib, yengillab olaman. Uni kutaman. Og'risam dori-darmonimni, nima kerak bo'lsa o'shani olib keladi. и Rahmat. гипертоник. Uning vazifasi dori-darmon, oziq-ovqat yetkazish bilangina tugamaydi. Yolg'iz yashayotganlarni yuvolmagan kirlarini yuvib, ovqatlarini tayyorlab, uylarini tozalab ham beradi. Shu xizmatlarning hammasiga davlat 6000 so'mgina to'laydi. Hozirgi kunda shaharda muhtojlarga yordam ko'rsatadigan 21 ijtimoiy xodim ishlaydi. Ularning har birini qaramog'ida 10 dan muhtojlar bor. Bu xizmat 2011-yilgacha manzillar aro xizmat ko'rsatuvchi sektor deb atalib, ijtimoiy xodimlarning vazifalari osonroq edi. Keyin bo'lim qatori vujudga kelib, avval o'z ixtiyori bilan qilgan ishlarini endilikda ish vazifasi qatori bajarishmoqda. Ular muhtojlardan tashqari ko'chada uysiz yotoqsiz qolganlarni ham internatlarga joylashni o'z qo'llariga olishdi. Mana lavhani tomosha qildik. O'sha ijtimoiy xizmatchini yumushini qanchalik og'ir ekanligini ko'rdikda. Bir maqola chiqdi. O'sha maqolada bir jallovatliq, yolg'iz yashagan ayol, qariya ayol, o'sha eldir jo'nda qo'ni qo'shnilari kirishi bir yordam beraylik deb kirib yordam bersa, hali ayol shuncha injiq ekan, fe'li juda yomon ekan. Kelgan odamni qilib bergan ishini rahmat o'rniga uni aksincha uni yomonlab, so'kib, o'g'riga chiqarib, boshqa bir anaqalar qilar ekan. Keyin hech kim yordam bermay qo'yibdi. Endi kim yomon gapirib sizni qilib bergan mehnatingizga rahmat o'rniga sizga aksincha yomonlab tursa hech kim kelmaydi-da. Men bermoqchi savol shundan iboratki, bo'ri keldik uydagi qariyalarning munosabati qanaqa? Sizlar ular bilan qanday qilib til topishasizlar? Ол жерде деле кечирлери бар, инжиктары бар, пеликуниктери бар, бирок ошолор менен тең эле мындай жакшына карыган аялдар дагы бар. Акыл эси жайында, бар жокту түшүнгөн, туура кабыл алган карыялар көбүнчө ортомчу болуп түшүп беришет. Ошолор көбүрөөк неме кылышат. Андан кийин сотрудниктерибиз ham жаштар аз, көбүрөөк жашы өтүп калган аялдар, токтоп калган аялдар. Ошон үчүн ham оңойраак тил табышса керек да, сабыр берсин, Алла таалам сабыр берсин деп иш кылышат ол жердегилер. Бардык эле жарандар ошо карыларга жардам көрсөтпөсө дагы биздин социалдык кызматкерлердин ишине тоскоолдук кылбаса, ашылар түшүнүү менен мамиле кылса дейм да. Эгерде ушундай карылар болуп, биздин категорияга туура келе турган карылар боло турган болсо, 29581 бул ишеним телефону, 27240 бул дагы ишеним телефону бизде. Ошолорго кайрылып, ушундай кары жаран бар, ушу кароосуз калган деп эме кылса, биз өзүбүз тиешелүү иштерди аткарабыз. Qo'llarini duolarga ochgan, Fotihaga ochgan otaxon onalarimizni bir yilda emas, balkim har kuni ularni xizmatini qilaylik deya ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan men studiyada Shavkatbek Umarov bo'ldim. Bizni intimaq.kg saytidan ham topib ko'rsangiz bo'ladi. Kelasi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.